Sinfdoshlar, tomosha qilayotganingiz yoshlik bekati ko'rsatuvi bugungi qahramonimiz Beruniy shahridan Satimova Nodiraxon. Nodiraxon yosh bo'lishiga qaramasdan yurtimiz va Qoraqalpog'iston Respublikasi tanlovlarida qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan yoshlarimizdan. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Bu qizimiz ham oilasi bilan birgalikda to'quvchilik sohasi bo'yicha jamiyatimizga o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Birgalikda ularni ish jarayonida kuzatamiz. Nodiraxon, sizni ko'rsatuvimizda ko'rayotganimizdan xursandmiz. Qiz bola azaldan biron kasb hunarni boshini tutsa xor bo'lmaydi. Uning mehnati doim qadrlanadi deyishgan. Siz to'quvchilik sohasi bilan qachondan buyon shug'ullanib kelasiz va eng birinchi to'qigan narsangiz nima? Men to'quvchilik kasbi bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib kelaman. Bu kasbni men 1-sinfga borishdan oldin o'rganganman va mana bu kichkintoylar uchun pinitkani birinchi bo'lib to'qiganman. To'quvchilik kasbining barcha sir-sinoatlarini o'rgana oldim deb o'ylaysizmi? Yo'q, chunki bu soha juda ham kundan kunga yangilanib boryapti. Men kundan kunga yangi narsalarni o'rganishga harakat qilyapman. Hali bu sohani to'liq o'rgandim deb o'ylamayman. 7-sinf o'quvchisi ekansiz. Ham o'qish, ham bu kasb bilan shug'ullanish sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, men maktabgacha shogirdlarimga to'qishni o'rgataman. Maktabga o'z vaqtida boraman. Odam o'ziga yoqadigan narsalarni qilsa, o'sha narsaga nisbatan intilsa, buning hech qiyin joyi yo'q deb o'ylayman. Dars jarayonlariga, uyga vazifa, darslarni tayyorlashingizga xalaqit bermaydimi? Yo'q, xalaqit bermaydi. Ham inson shunday bo'lishi kerakki, hamma narsani o'z joyida qila bilish kerak. To'qish hunarni o'z vaqtida, o'qishni o'z vaqtida, dam olishni ham, uy ishlarini ham hammasiga ulgurishga harakat qilaman. Birinchi maktab 7-sinfda tahsil olayotgan Nodiraxon sinfdoshlari orasida alohida ajralib turadi. Jumaniyaz va Nodira ustoz rahbarlik qilib kelayotgan bu sinfda 22 ta o'quvchi ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Satimova Nodira darslarda ham faol qatnashib, ustoz va murabbiylarining mehrini qozongan o'quvchilardan. U doimiy tarzda maktabda o'tkaziladigan tadbir va tanlovlarda qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan. Aytishadi-ku, daraxtdan meva olaman desangiz, uni niholligida parvarish qiling deb. Shuning uchun har bir o'quvchiga to'g'ri yo'l ko'rsatish, bilim berish, tarbiyali qilib tarbiyalash ularni, kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topish uchun yordam berish, eng asosiysi komil inson qilib tarbiyalash biz o'qituvchilarning zimmamizdagi eng sharafli va mas'uliyatli vazifalardan biridir. Men rahbarlik qilayotgan 7-A sinfida ham iqtidorli o'quvchilar juda ham ko'p. Shulardan biri Satimova Nodira. Bu o'quvchimiz fanlarni yaxshi o'zlashtirish bilan birga to'quvchilik hamda tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Endi agar o'quvchim to'qigan narsalarini ko'rsangiz, ko'zingiz quvonadi. Shu maqsadda yaqindagina 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlab sinfimizda o'qituvchilar uchun ustozim mehnatingiz mevasi mavzusida ko'rgazma tashkil etdik va bunda barcha maktab o'qituvchilari qatnashdi. O'quvchimning ijod mahsuliga ijobiy baholar berishdi. O'quvchim Satimova Nodira Beruniy tumanida va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan tanlovlarning g'olibi. Endi bunaqa ko'rgazmalarni faqatgina maktabimizda emas, balki boshqa qo'shni maktablarda ham tashkil etish niyatimiz bor. Aytishadi-ku, dunyoni go'zallik qutqaradi deb. Agar ertalabdan turib kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, ya'ni yaxshidir nimani ko'rsangiz yoki bir yaxshi ashula eshitsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Shuning uchun ham o'shanaqa ko'rgazmalarni tashkil etib, o'quvchilarni hunar o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, ularni ruhlantirish maqsadida ko'rgazma tashkil etmoqchi.
Pirin tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli nomer 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida hozirda 707 nafar o'quvchi o'qimoqda. Shulardan bilimlar bellashuvi, fan olimpiadasi, ya'ni o'zlarining kasb hunarlari bo'yicha, ya'ni to'garaklarda faol qatnashgan o'quvchilarimiz juda ko'plagan. Ya'ni bolalik g'am tashvishsiz beg'ubor davrni boshdan kechiradi. Ana shu davrda biror bir o'quvchini kasb hunariga egallashga safarbar etsak, shu kasb hunarining egasi bo'lib ketishadi. Ana shunday o'quvchilarimizdan biri 7-sinf o'quvchisi Satimova Nadira bo'lib hisoblanadi. Satimova Nadira 2018-yil faol tadbirkorlik innovatsion g'oyalar va ularni qo'llab-quvvatlash yilida Qoraqalpog'iston Respublika bosqichida Satimova Nadira birinchi o'rinni, eng yosh hunarmand ko'rik tanlovi yakunlansa yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. Bu hunarni egallashda uning singillari, onasi, buvisi Dilbar opaning eng katta, ya'ni hissasi bor. Nadira bilan bir sinfda o'qiyotganimdan xursandman. U mashg'ulotlarda qatnashishi va sinfda a'lo o'qishi bilan bizga yaxshi o'rnak bo'ladi. Biz kelajakda u bilan birga ishlash niyatidamiz. Bilamiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi tanlovlarida qatnashib kelgan ekansiz. Qaysi tanlovlarda va qanday o'rinlarni qo'lga kiritgansiz? Men o'tgan yili noyabr oyida bo'lib o'tgan Kamalak yulduzlari festivalida qatnashdim. Tuman bosqichida birinchi o'rinni, Qoraqalpog'iston bosqichida ikkinchi o'rinni egalladim. Keyin aprel oyida bo'lib o'tgan Yuksak ma'naviyatli avlod festivalida Beruniy tumanida birinchi o'rin, may oyida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston Respublikasida ham faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Yana qaysi tanlovlarda qatnashgansiz? Men tanlovlarda emas, bilimlar bellashuvida ham qatnashaman. O'tgan yili ona tili va adabiyot fanidan bilimlar bellashuviga tayyorlanib, maktablar bo'yicha ikkinchi o'rinni va respublika bosqichida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Nima uchun aynan to'quvchilik kasbini tanlagansiz? Buvim yoshligimdan buvim to'qiydilar. Buvim to'qiyotgan paytlarda ko'rib, men ham o'rgangim kelardi va buvijonim menga yo'q demasdan to'qish sirlarini o'rgatib kelyaptilar. To'qishni buvimdan o'rgandim. Negaligini aynan bilmayman, lekin to'qish juda yoqadi. Shu o'rinda ustozlaringiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Ustozlarim mendan hech yordamini ayashmaydi. Birinchi bo'lib maktabimizning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Turimova Saida opaga katta rahmat aytmoqchiman. Bu inson meni o'tgan yili Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichiga olib bordilar va o'sha insonning sharofatlari bilan men Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi o'rinni oldim. Keyin sinf rahbarimiz Jumaniyazova Nodira opaga ham katta rahmat aytmoqchiman. Ular ham sinfimiz uchun o'z hissalarini qo'shyaptilar. Ularga ham kattakon rahmat aytaman. Shu o'rinda maktabimiz direktori ham tadbirlarimizni juda ko'p uyushtirib beryaptilar. Ularga ham rahmat. Nodiraxon, juda ko'plab tanlovlarda qatnashgan ekansiz. Shu tanlovlarda qatnashish jarayonida o'zingizni qanday his qilgansiz? Tanlovlarda qatnashayotganda har bir insonda kuchli hayajon bo'ladi. O'rin ololmasam, yutqazib ketsam nima bo'ladi degan o'y har bir insonda bo'ladi. Ular qatori menda ham shunday hayajonlar bo'lgan va bu hayajonlarni yengib o'tishga harakat qilganman. Nodiraxon, bundan tashqari badiiy asarlarni ham o'qishga qiziqasizmi? Ha, albatta badiiy asarlarni o'qishga qiziqaman. Men bulardan O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobini muntazam ravishda o'qib turaman va Abdulla Oripovning she'rlarini yod olib turaman. Hozir bizga Abdulla Oripovning she'rlaridan qisqacha aytib bera olasizmi? Albatta. Yurtim senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo, shoirlar bor, o'z yurtim butun. Olam aro atagan tanho.
Ular she'ri ushti ko'p yiroq, qanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Yurmasman hech behishni izlab, topolmasam chekmasman alam, o'tirmasman ertaklar so'zlab, musallo deb yonmasman qalam. Ko'klamingdan olib sururni, dovruq soldi ustoz olimjon, g'ofir g'ulom tuygan g'ururni. Qilmoq mumkin dunyoga doston, faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Rahmat Nodiraxon. Hozirning o'zida iqtidoringizni namoyon qilib bera olasizmi? Albatta. Tomosha qilamiz. Mana men to'qigan narsa suvenirlar va guldorlar tagiga qo'yish uchun bezak. Men hozir buni to'qib tugatdim. Nodiraxon, ajoyib iqtidoringiz va qobiliyatingiz bor ekan. Bundan keyingi rejalaringiz qanday? Men xudo xohlasa o'qishni bitirib va yana bir qancha tanlovlarda qatnashib faxrli o'rinlarni egallaganimdan keyin o'zim mustaqil ravishda hech kimning yordamisiz mana shunday sex ochmoqchiman va u yerda ko'plab shogirdlar olaman degan niyatdaman. Kelgusidagi reja va niyatlaringizga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat. Suhbatingiz uchun rahmat. To'quvchilikning hayotdagi ahamiyati juda katta. Qizlarimizning hayotida ko'p iqtisodiy, ijtimoiy tomondan yordam beradi. To'quvchilikda hech qachon xom ashyo isrof bo'lmaydi. O'z qo'llari bilan yaratgan kiyim yoki buyumini ko'rib, ko'zi quvonib, kayfiyati ko'tariladi, asablari tinchlanadi. Mustaqilligimiz sharofati bilan imkoniyatlarimizni kengligi, bozor va do'konlarimizda xohlagan rangda, sifatli yubka va qalinlikdagi turli xil mamlakatlardan keltirilgan iplarni topish mumkin va bu iplardan xohlagan kiyim, buyumlar, yumshoq o'yinchoqlar, mashina o'rindiqlari uchun chexollar to'qish mumkin. Qo'l mehnati takrorlanmas hisoblanib, o'ta pishiqligi va sifati bilan ajralib turadi. To'quvchilik turli xalqlarning ijodiy tugallanmas san'at asari bo'lib, o'quvchilarning fikrlarini jamlashga o'rgatadi, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga yordam beradi. Men avvaldan shu to'quvchilik bilan qiziqib, shu to'quvchilikda o'zim to'qib keldim. Keyinchalik mana nevaralarim shu kasbga qiziqib, bular ham shu to'quvchilik bo'yicha to'qishga harakat qildilar. Mana nevaram Nadira avval maktablar bo'yicha, keyin tumanlar ara, keyin respublikaga borib, shu yoqda faxrli birinchi o'rinda olib keldi. Men bundan juda xursandman. Bo'sh vaqtlarında bular shu yerga kelib, mana pochtaning bo'sh yotgan yerini o'z kuchimiz bilan olib, ta'mirlab, bularga to'quvchilik sexi ochib berdim. Bu avvaldan o'zimning orzuyim edi. Mana endi orzuyimni shu nevaralarim amalga oshiryaptir. Bo'sh vaqtlarında kelib, mana duganalarni o'rgatadi. Singillari bor, singillari hammasi to'qiydilar. Mana bir oddiy ipdan bunday narsalar to'qib, har bir bitgan narsasini ko'rsa zavqlanib, quvonib, quvonch bilan ishlaysan bu narsani.
Buning uchun yosh qizlar emas, kattalar ham, katta ayol qizlar ham shug'ullansa bo'ladi. To'qish o'rganish uzoq vaqt talab etmaydigan hunar bo'lib, unchalik katta tajribaga ega bo'lmasdan ham bu ishni uddalasa bo'ladi. To'qishning ikki usuli mavjud bo'lib, spitsada to'qish va kurchokda to'qish. Har ikkala holatda ham juda ajoyib kiyimlarni to'qishingiz mumkin. To'qish bu foydali mashg'ulot bo'lib, to'qish jarayoni estetik zavq olish bilan bir qatorda asablarning tinchlanishiga ham yordam beradi. Buyuk yurtning baxtli yoshlari. Bizning safimiz kengaymoqda, siz ham safimizga qo'shiling. Buning uchun ozgina mehnat va harakat talab etiladi. Zero biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz ham. O'zingizni asrang. Didorga qadar omon bo'ling.